Mana eng og'riq berib turgan narsa mana mix. İchidan mix chiqdi va shu mana o'sha metal yutgan molni aniq diagnostikasi qornini tortib, belini bukchaytirib, mol holati yaxshi emas. Mana hozir metal qayerdaligini o'zlaringiz ham ko'rib olasiz. Veterinariyaga oid shu kabi ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va bu videoni moli mana shunaqa bukchayib turadigan, ovqat yemayotgan, sim yutgan tanishlaringizga jo'natsangiz, albatta foydali bo'ladi. Oshqozoni to'la metal. Hozir buni magnitli zond yutqizib, ichidagi metalni olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'rsangiz, buni ichidan nima chiqqanini to'lig'icha ko'rsatib beraman. Mana hozir molimizga magnitli zond yutqizdik. Где-то bir 2 soat, 3 soat endi ichida tursa, molni olib chiqib razminka qildiriladi va keyin tortganda ichidan nima chiqishini birgalikda ko'ramiz. Mana zondni oladigan paytimiz bo'ldi. Hozir ichidan nima chiqqanini hozir ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'sha kuni bu molimizga metal borligi aniqlangan magnit yutqizganmiz. Buni ko'pchilik so'raydi. Buni yutqizganingizdan keyin qanaqa qilib olinadi, axlatdan chiqib ketadimi deb. Yo'q, bu axlatdan chiqib ketmaydi. Eng og'riq berib turgan narsa mana mix. Ichidan mix chiqdi va shu magnit mana shu mixlarni o'ziga yig'ib oladi. Mana bu yerda ham mix bor, mana ikkita mix chiqdi ichidan. Zond bilan qayta olinadi. Hozir buni to'liq yuvib, nimaligini ko'rsatamiz. Mana hozir magnitni yuvib, ichidan to'liq nima chiqqani haqida ko'rsatamiz. Quy. Mana hozir mayda strushkalar, temirni qirindilari bu ham oshqozonga botadi. Svarkaning askulkalari. Hayvonga eng og'riq bergan narsa mana shu ikkita mix. To'liqroq ko'rinish uchun mana. Bundan bir hafta oldin kelganimizda hayvon bukchayib yeyishlar unaqa yaxshi emas, belini uchburchak qilib ichini tortib turadi. Va bunga bir hafta oldin mana bu magnit yutqizdim. Buni vazifasi ko'pchilik so'raydi. Oshqozonga tushgandan keyin oshqozonni dumalab, mana shunday keladi-da, mana shu yopish mana oshqozonda turgan mixlarni o'ziga yopishtirib, hayvonni og'riqdan xalos qiladi. Va buni olish jarayoni agar egasi olamiz deb rozilik bildirsa yoki shart emas desa oshqozonda yursa ham ziyoni yo'q. Agar olamiz degan taqdirda ham magnitli zond yutqiziladi. Oshqozonga tushib turib ikkalasi bir-birini topadi va shu tariqa qaytarib chiqarib olinadi. Mana hozir buni ichida metal qoldimi yo'qmi boshqatdan detektorda tekshirib ko'rsataman. Detektor yoniq, mana. Detektor ishlayapti. Aka, bu yoqdan ko'rsating. Mana o'sha tekshirganimizda to'r qorin sohasida, yurakda tagida Xudo xohlasa, molda oshqozoni top-toza, metaldan tozalandi.